Assalomu alaykum. Feberlik kompaniyasining 17-kataligidan buyurtmalarim keldi. Mana 150 ballik buyurtma Safarova Maqsuda Zayniddinovna nomiga. Mana bunaqangi har xil prokladkalardan ayollar uchun zakaz urib olganman. Buni tarkibida turmalin minerallari va amnion chiplari mavjud. Gigiyena uchun juda ham ajoyib, namlikni o'ziga tortib oladi, badbo'y hid infeksiyalarni tortib oladi va antibakterialniy hisoblanadi. Juda ham hammamiz uchun kerakli mahsulot hisoblanadi. Qo'l kremlari, Zima qo'l kremlari qish faslida sovuq havo terimizga zararli ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday holatda bunaqangi qo'l kremlari bizga juda ham kerakli, intensiv qo'lni parvarishlash uchun. Tish pastasi mustahkamlaydi tishni va chuqur tozalab beradi. Har xil tushlardan zakaz urib olganman. Bu tushlar zo'r hajm beradi kipriklarga, uzaytiradi va kiprikni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega. Xo'p, mana bu podvodka, bu marker podvodka sifati juda ham ajoyib. Bu 1 yil sizga xizmat qiladi, qurib qolmaydi. Qisqasi o'zim ham ishlataman, 1 yilgacha bemalol sizga xizmat qiladi. Lab balzamchasi, bu lab balzamchasi bu qish faslida labimizga sovuq ta'sir ko'rsatadi va mana shunday holatda bizani labimizga ham, terimizga ham, qo'limizga ham mana shunaqangi himoyalovchi, oziqlantiruvchi balzamchalar kerak. Lab bo'yog'ini ostidan surib olinadi. Mana har xil lab bo'yoqlardan zakaz urib olganman. Bular ham biz uchun kerakli, sog'lik uchun foydali, hujayralarimizni kollagenga boyitib va yana dekoratsiya uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mana bu yerda ham yuqorida aytib o'tilgandek Zima kremi. Bu krem universal, yuzga, qo'lga, oyoqlarga, tana uchun kerakli. Bu ham qish faslida terimizni sovuq havodan juda ham himoya qiluvchi, hammamizga kerakli bo'lgan krem hisoblanadi. Atirlarimiz